Ushbu monitor esa O'zbekistondagi eng arzon OLED monitor. 0.3 millisekund javob berish vaqti. Arzon OLED obzor qiling, arzon OLED kerak deganlar uchun maxsus video Gigabyte kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan GO27 Q voy yo'q esdan chiqdi. GO27 Q24 deb nomlangan 2K 240 Hz ishlovchi OLED monitorimiz hisoblanadi. Bundan oldingi videolar singari ushbu monitorni ham 5 xil parametr bo'yicha sizga tahlil qilib berishga harakat qilamiz. Qani unda boshladik. Mana bu qismini yuqoriga qilib ochar ekanmiz. Ko'rishimiz mumkin DisplayPort kabel va har doimgidek Gigabyte menga yoqadigan xislati ikkita kabel bor, ya'ni 3 tali rozetkalar uchun variant va 2 tali mana bizani hududga to'g'ri keladigan variant, ya'ni 2 xil varianti bor. O'zini qo'llanmasi, yo'riqnomasi va bu yerda bizda kabel menejment uchun kichkinagina plastikchasi. Kabel menejment uchun oyog'iga kiygizib qo'yiladi. Oyog'ini o'sha Gigabyte odatiy dizayndagi 6 burchli va temir oyoqchasi. Atyorkalar bilan qotirib o'tirish shart emas, qo'lda juda ham yig'iladi, to'laqonli metal. Xo'p, mana oyog'ini ergonomik bizadagi podstavkasi. Shu joyimizni juda ham tez yig'ib olamiz. Oyog'i tayyor. Kabel menejment uchun plastikchasi. Mana shu kesib qo'yish ham zo'rda. Gigabyte hamda tayyor kesib qo'ydi. Biz oyog'ini olib kelib shunchaki juda ham qulay va oson yig'ib olsak bo'ladi. Tayyor mana monitorimiz. Ana endi monitor texnik xususiyatlari bilan yaqindan tanishib boshlaymiz. Birinchi galda diagonal bizda 27 hisoblanadi. Ushbu diagonalga mos hozirgi kundagi eng ideal tasvir o'lchami bu Quad HD 2560 ga 1440 ko'rib turganimizdagi OLED va bu oddiy OLED emas, ya'ni Quad OLED hisoblanadi. O'zi hozirgi kunda OLEDni ikkita kompaniya ishlab chiqaradi. WOLED bu LG'niki, Quad OLED bu Samsung'niki. Samsung'niki birmuncha yorqinroq va ranglar juda ham chiroyliroq, HDR rejimi yaxshiroq ko'rinadi. Shu uchun ham mamchi Gigabyte kompaniyasi aynan Samsung Quad OLEDlaridan foydalangan. Kontrast 1,5 millionga 1 nisbatda mana shu kadrda ham ko'rishimiz mumkin. O'zi OLEDda haqiqiy qorani his qilmoqchi bo'lsangiz, qorani qoraligicha, oqni oqligicha ko'rmoqchi bo'lsangiz, bunaqangi yorqin kinolarda, o'yinlarda eng zo'r ranglarni ko'rishga albatta OLED bu juda ham yaxshi variant. Ushbu monitor esa O'zbekistondagi eng arzon OLED monitor hisoblanadi, ya'ni hozirgi kunda. Ya'ni 240 Hz ancha-muncha o'yinlarga, hatto Valorant, PUBG, CS2 kabilarga ham yetib ortadi. O'yin haqida sal turib gaplashamiz. Muhimi bitta ozgina, qaysidir mana ozgina kamchilik deyishimiz mumkin. Ya'ni yorug'lik bizda maksimum 400 kandela taqsim metr kvadratgacha chiqar ekan o'zi qolgan OLEDlarda. Ya'ni 600-700 atrofidagilar bilan o'zi buni farqi ularda 250 dan 1000 gacha ko'tarilishi mumkin. Shuning uchun ham haqiqiy HDR 1000 bo'lishi kerak deyiladi o'zi. Bunda esa HDR qaysidir ma'noda 400 deyishimiz mumkin. To'g'ri, odatiy videolardan ko'ra ozgina HDR ko'proq, lekin haqiqiy o'sha 1000 brightness beradigan OLEDlarga qaraganda bir muncha HDR pastroq bo'lishi mumkin, lekin hamda qarang, oddiy studiyada, xonada ishlatadigan bo'lsangiz, u darajada katta farqni his qilmaysiz. Qachonki siz yorug' oynani oldida OLED ishlatmoqchi bo'lsangiz, albatta bu monitor sizga ozgina to'g'ri kelmasligi mumkin. Undan tashqari shu monitorimizda ikkita HDMI 2.0, bitta DisplayPort Pro Tor va bitta dona o'sha Type-C portlariga ega. Type-C ni Mac yoki MacBooklarga ulab, ya'ni DisplayPort sifatida ishlatishingiz mumkin. Undan tashqari shu Type-C orqali 15 wattgacha ham qurilmalar quvvat olishi mumkin. Undan tashqari bitta dona o'sha mini jack ham bor naushnik ulash uchun. Va undan tashqari o'zini upgrade qilish uchun yana bitta USB ham tashlab ketishga, ya'ni bu odatiy uni hub sifatida ishlatish uchun emas. Haqiqatan ko'rishimiz mumkin, mana shu tabiat videolari, kinolar, o'yinlarda juda yorqin rangni his qilmoqchi bo'lsangiz, ayniqsa xuddi tabiatni tomosha qilishga shu monitor sizga juda ham mos keladi. Muhimi
hozirgi kunda OLED ancha rivojlandi, ya'ni burn-in degan minusi bo'lardi, piksellar o'lishi. 2024-yildan buyog'iga chiqayotgan juda ham ko'plab OLEDlarda bunga qarshi juda ham zo'r himoya vositalari ishlamoqda. Ushbu monitorda ham shunaqa himoya vositalari bor va OLEDga qaraganda ko'z zo'riqishlariga qarshi tactical switch 2.0 texnologiyasi qo'llanilgan. Ya'ni ko'zingizlar qanaqadir boshqacha nimalarni his qilmaydi, ya'ni ko'z ancha toliqmasdan ishlatish mumkin. Bunda boyagi aytgandek, o'zimning ko'z uchun maxsus himoyalar low blue light, flicker free, AI OLED Care texnologiyasi bor. Ya'ni boyagi aytgandek, piksellar o'lishiga qarshi kurashuvchi va boyagi aytgandek, yana boshqa turli ko'z uchun himoya vositalari bor. Ya'ni buni oldida yorqinda o'tirib ko'zim og'rib qolar ekan deb o'ylamasanglar bo'ladi. Albatta, oradagi masofani saqlagan holatda mazza qilib ishlatishinglar mumkin bo'ladi. Muhimi juda ham qulay narxdagi va puliga arziydigan OLED monitor. Bir vaqtda o'zida misol uchun bitta HDMI bilan kompyuterga, bittasini PlayStationga, DisplayPortni shaxsiy kompyuterga ulab qo'yib, qaysi biri kerak bo'lsa o'shanisiga kirib foydalanib ishlatsanglar bo'ladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim 240 Hz bu juda ham hozirgi kundagi eng o'rtadagi ideal ishlash chastotasi hisoblanadi monitorlar uchun. Siz anchadan beri ham PlayStation uchun, ham kompyuter uchun qanaqa zo'r monitor olsam ekan, yorqin bo'lishi kerak, maza qilib o'ynamoqchiman deb yurgan bo'lsangiz, shu monitorni shunchaki bosib yuboradigan joy. Bunga sabab 240 Hz, misol uchun PlayStationga ulasanglar, ularda ham maksimum 120 ishlaydi, lekin kompyuterlarda, misol uchun KZ2 da ushbu monitor ishlatsanglar 240 Hz ham o'zi hozirgi kunda yomon emas, ya'ni o'rtadagi. Boyga aytgandek, hattoki o'sha xlapshka deysizlarmi yoki shu AVPlarda ham bemalol o'ynasanglar bo'ladi. Muhimi javob berish vaqti 0.103 millisekund. Bu MPRT emas, GTG, ya'ni gray to gray shunaqa pastroq bo'lgani uchun bu haqiqiy o'sha qiymati desak bo'ladi. Ya'ni javob berish vaqti OLEDda haqiqatdan juda tez. Ya'ni tezkor action o'yinlar uchun ham bemalol mos keladi. Ayniqsa PUBG yoki Valorantlarga ham ketaveradi desam bo'ladi. Bundan tashqari mana shunaqangi ochiq dunyo o'yinlari, missiya bajaruvchi, simulyator, strategiya o'yinlarini ham juda ham yorqin tarzda mazza qilib o'ynasanglar bo'ladi. Undan tashqari bir muncha qulay bo'lgan bizda fishkalar bor. Misol uchun time code chiqarib qo'ysanglar bo'ladi. Mana o'rta markazda joylashgan o'zining joystick knopkasi bor. Aynan shu joystickni bosish orqali o'yin uchun maxsus rejimlarni yoqib qo'yishimiz mumkin. Misol uchun Black ekvalizatsiya funksiyasi, ya'ni o'yinlar qorong'iroq bo'lsa, mana ko'rasizlar, yorqinroq qilishimiz mumkin. Joyiga qaytaramiz. Yoki super resolution bor, ya'ni piksellar o'layotgan yoki persvet bo'layotgan joylarni nisbatan qaytarib berishi mumkin bizda. Undan ham tashqari mana bu juda ham qulay bizda fishkasi borki, ya'ni DisplayPort orqali ulagan paytinglarda, hatto bilamiz 20 talik diagonal bizda kontrik uchun kattalik qilinadi. Xuddi shunaqa holatda misol uchun 23, ya'ni 24 talik diagonalga o'tkazib olsak bo'ladi. Ya'ni o'rtadagi piksellar ishlaydi, chekkasi qoraqroq bo'lib turadi. Ya'ni xuddi 24 talik ekrandagi o'yin o'ynashinglar imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Ya'ni yoniga qo'shimcha monitor olib o'tirish shart emas. Shuni 24 ga qo'yib, chetida qora poloskasi bo'ladi, lekin muhimi ana ko'rish burchaginglar juda ham yaxshi tarzda, bilamiz, kibersport uchun action o'yinlarga 24-25 maksimum tavsiya qilinadi. Shu monitorda ham xuddi shunaqa 24 yoki 23.6 ga qo'yib o'ynashinglar mumkin bo'ladi. Undan tashqari shu brightness, kontrast, gamma kabi sozlamalarni mana bemalol 1.8 dan 2.6 gacha o'zingizlar sozlab olishinglar mumkin. RGB ranglari ham bor, PIP, PBP funksiyalari bor, ya'ni ekranni ikkiga bo'lib ishlatish yoki ekran burchagiga yutib yoki qo'shimcha o'sha dastur ochib qo'yish funksiyalari ham bor. Ya'ni shunchaki siz universal eng monitor qilib yurgan bo'lsangiz, ham o'yin uchun, ham kino, ayniqsa ishdan kelgandan keyin maza qilib ishlatishga juda ham zo'r variant. 27 2K 240 Hz 0.103 millisekund javob berish vaqti, Counter, PUBG, futbol, PlayStation, UFC istalgan o'yinlarni maza qilib o'ynab ketishingiz mumkin bo'lgan juda ham qulay narxdagi monitor hisoblanadi. Ana endi rang bo'yicha xususiyatlari bilan tanishadigan bo'lsak, 10 bit hisoblanadi. OLED bo'lgandan keyin albatta ranglar juda ham yorqin tasvirlarni olishingiz mumkin. DCI-P3 texnologiyasini 99% qo'llab-quvvatlaydi. Shuni aytgan bo'lardim, misol uchun ko'pchilik IPS ga qaraganda OLED ni zo'r deb o'ylashi mumkin. Ha, albatta, qaysidir ma'noda to'g'ri, lekin asosan OLED ko'proq kino va o'yinlar, ya'ni juda ham yorqin lahzalarni his qilish uchun sizga yordam beradigan bo'lsa, lekin professional jihatdan olib qarasak,
OLEDni hamma joyda ham ishlatib bo'lmaydi. Ya'ni buni olib bemalol professional video bo'yash yoki boshqa ishlar uchun ishlataman deb o'ylamanglar. Shuning uchun ham mana OLEDni o'z joyi bor. Ana yana dizayn haqida gapiradigan bo'lsak, eng katta e'tibor buni orqasidagi kullerlariga e'tibor qaratilgan. Sababi yuqoridan havoni olib, pastdan chiqarib yuboradi. Shuning uchun orqasini birmuncha markaziy qismini qalinroq ishlashgan. Ichida monitorimizni sovutish tizimiga juda katta e'tibor qaratilgan ekan. Gigabyte buni kompaniyasi o'zining rasmiy sahifasida ham bunga juda katta urg'u qaratgan. Haqiqatan OLEDda qizishlar bo'ladi. O'zi OLED xizmasi o'zi juda ham ko'plab yillarga o'zi xizmat qiladi. Albatta Gigabyte monitorlarini juda ham qulay narxlarda va ishonchli tarzda Hcamters orqali xarid qilishingiz mumkin. Muhimi juda ham qulay narxlarda. Endi mana shu turgan holatda bemalol monitorimizni biz 13 sm gacha tepaga pastga tushib chiqarishimiz mumkin. Mana shu turgan holatda 15 gradusga chapga va o'ngga qarashi mumkin. Ayniqsa bu yoningizda PlayStation ulab o'ynayotgan paytingizda sal monitor menga burib yuborsa, og'ayingiz mana deysiz burib qo'yib maza qilib futbol o'ynab ketaversanglar bo'ladi. Albatta turgan holatda 90 gradusga aylantirib, vertikal holatda ham ishlatishingiz mumkin. Orqaga bizda 20 gradusgacha, oldinga 5 gradusgacha mana egib bukishimiz mumkin bo'ladi monitor. Ya'ni xullas juda ham ergonomik, qulay podstavkasiga ega. Eng muhim menga yoqadigani Gigabyte o'zini standart dizaynini saqlab qolgan. Mana shu oyog'ini, ya'ni counter stolda juda ham kam joy egallaydi. Ustiga misol ozgina kovrik chiqarib qo'ysangiz ham bilinmaydi. Juda ham ko'plab monitorlarda pastki qismini qalin qilib yuborishadi yoki hamda ingichka qilishadi. Qo'l bilan, atyorka bilan qotirib o'tirish kerak bo'lgan variantda qilishadi. Gigabyte mana shu ergonomik jihatdan, tashqi ko'rinishi, jiddiyligi, ortiqcha juda ham chiroyli minimalistik dizayn ishlagani hisobi bilan hozirgi kunda juda ham ko'plab monitorlardan dizayni, sifati, ko'rinishi bilan ajralib turmoqda va shaxsan o'zimga hozirgi kunda ancha-muncha brendlardan ko'ra mana shu budjet va o'rta toifadagi monitorlar orasida Gigabyte'ning sifati menga shaxsan o'zimga juda ham yoqmoqda. Oyog'i yoqmagan taqdirda ham buni yechib olib tashlab 100 kronshtaynga osib ham bemalol ishlatishingiz mumkin. Ko'rishimiz mumkin haqiqatan OLED. Ana endi monitorimiz o'sha 5 ta jihati bo'yicha ko'rib chiqdik. Mana shu 5 ta jihatdan necha ball qo'ygan bo'lardingiz deb so'raydigan bo'lsangiz, mendan 5 dan 5 qo'ygan bo'lardim. Tashqi ko'rinishi, dizayni, monitorni, ko'rinishi, sifati, men misol uchun yopiq xonada ishlayman yoki juda ham ko'pchilik uyda yoki ofisda ishlatishadi. Ana oynani ochib olib quyosh o'tiradigan joyda ishlatmasanglar, qolgan barcha istalgan joy uchun olib bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Narxi qulay, 240 Hz hozirgi kundagi bir o'rta oltin halqa standartida turgan Hz desak bo'ladi. Ya'ni kam emas, ko'p emas, o'rtacha o'yinga ham, ishga ham bemalol yetib ortadi. Muhimi Type-C ham bor. MacBookga ulasanglar ham, notebooklarga ulasanglar ham ishlatib ketaverishinglar mumkin bo'ladi. Marhamat, ushbu qulay narxdagi OLED monitorimiz sizga yoqqan bo'lsa, albatta Hcamters do'konlari orqali xarid qilishingiz mumkin. Sizlar bilan esa keyingi video tahlillarda ko'rishguncha yetgancha OLED monitor ishlatsangiz qaysi modelda yoki qaysi brendnikini ishlatasiz? Albatta buni kommentariyaga yozib keting, bu biz uchun qiziq.